Do'stlar, bugun yana qonli battle bo'ladi. Malibu Stage 3 qilingan 340 ta ot kuchiga qarshi BMW i3 bunda ham 340 ta ot kuchi. Hozir ko'ramiz qaysi biri tezroq ketdi. Birinchi raund. Tayyormisiz toki? Tayyormisiz? 1 2 3. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3. Do'stlar, bu poygada BMW g'alaba qozondi. Ushbu video yoqqan bo'lsa, like, podpiska tashlab qo'yinglar va mana shu video agar 20 mingta like yig'sa, revansh qilamiz, bolalar. Va o'sha gap. Hammaga omad.